Hammaga assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bugun biz sizlar bilan eng oddiy strategiyani o'rganamiz. Juda ham oddiy, hattoki trading haqida hech qanaqa tushunchasi bo'lmagan odam ham bu strategiyani o'rganib, prям pul ishlashi mumkin. Hozir men sizlarga bu strategiya haqida gapirib beraman. Xullas qaranglar. Bozorda ko'ryapmiz, birinchi navbatda biladigan narsamiz bizda ikki xil rang bor, yashil hamda qizil. Ko'ramiz, ikki xil ketma-ket yashil rang ochilsa, tepaga bosamiz. Ikki marta ketma-ket qizil rangdagi shamchi ochilsa, pastga bosamiz. Bo'ldi, shunchalik darajada oson. Demak, bizda martingale strategiyasi bor edi, ya'ni yo'qotgan pulimizni, minus qilgan pulimizni ikki martaga ko'paytirib, demak, sirazi yana zelkaga kirish. Xullas qaranglar bolalar, biz nima qilamiz? Shamchi hozir qizil ochildi va ikkinchi shamchi ham qizilga ochildi. Agar mana shu ham demak, yopiladigan bo'lsa qizilda, biz sirazi pastga, ya'ni sell tugmasini bosamiz. Xo'sh. Ketdi. Qaranglar, yaxshilab qaranglar. Ikkita ketma-ket qizil shamcha yopildi va biz sellga kirdik. Uchinchisi ham mana ko'ryapsizlar, sellga qarab ketdi va katta ehtimol plyusda yopamiz bu zelkani ham. Bu strategiya bolalar juda ham oson. Juda ham, shunchaki borib 5-sinf bolasiga ham o'rgatsanglar shu narsani. Mana bu yerda grafikada ikkita qizil shamcha ochilgandan keyin, to есть ochilib to'liq yopilgandan keyin 3-shamcha ochilishidan oldin sirazi pastga berasan yoki nabarot. Yashil shamcha shuni ochilib, ikkitasi to'liq yopilgandan keyin 3-si boshlanishidan oldin yana sirazi tepaga berasan desanglar, anu bola ham o'rganadi. Shu narsani qilib pul ishlash mumkin, tushunyapsizlarmi? Bu ishlaydi, real ishlaydi, qanaqadir nima deydi, ishlamaydigan strategiya emas, ishlaydigan strategiya. Faqat eng muhim narsa har doim zelkalarni 1 minut oralig'ida ochinglar. 1 minut oralig'ida. Время degan joydan faqatgina 1 minutga to'g'rilab qo'ysizlar. Qaranglar. Bizda yana bitta imkoniyat. Tepaga ochib yubordim. Nimaga? Chunki ikkita shamchi yashil ketma-ket yopildi va uchinchisi ochilgan zahotiyoq men tepaga bosib yubordim. Ko'rdinglar mana ikkita shamchi tepaga ochildi, men bosib yubordim tepaga va ko'ramiz hozir natijasini. Minus qilsak hech qisi yo'q bolalar, hech qisi yo'q. Sirazi 2 martaga ko'paytiramiz, $200 qilamiz va dalshi savdoga kiramiz. Xuddi shu strategiya bo'yicha. Ishoninglar, juda ham oson va realni ishlaydigan. Qanaqadir chiziqchalar kerak emas, sizlarga qanaqadir indikatorlar kerak emas, qanaqadir qiyin, murakkab bir balolarni eslab qolishingiz shart emas. Bo't. Plyusda yopilyapti. Yaxshi, demak pastga yana dalshi zelka ochamiz. Chunki ikkita ketma-ket bizada qizil shamcha ochilib yopildi. Yaxshi, davay, hozir yaxshi vaziyat. Bizda pastga zelka ochishga ikkita ketma-ket qizil shamcha. Go. Yaxshi, demak, vahima qilmaymiz va tepaga zelka ochamiz. Chunki nimaga? Ikkita, demak, даже 3ta yashil shamcha yondi va tepaga qarama-qarshi tarafga zelka ochib yubordim. Ayrim payt bo'lib turadi, bozor razvorot qiladi, teskari tarafga yurib ketadi. O'sha paytlarda biz shunchaki martingale strategiyasini ishlatamiz, bo'ldi. Ya'ni minus qilgan summamizni 2 barobarga ko'paytirib, dalshi zelka ochamiz. Va o'shanaqa holatda biz oldingi qilgan minusimizni qoplagan bo'lamiz. Martingale strategiyasi haqida kanalimizdagi boshqa videolarda gapirib o'tganman. Agar sizlar yangi bo'lsanglar, Soqi Hub kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi videolarni o'tkazib olmaslik uchun albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar va boshqa o'tgan safargi videolarni ham, oldin chiqargan videolarni ham ko'ringlar. Yaxshi, plyusda yopdik, qaranglar. Endi nima qilamiz? Endi hozir kutamiz. Agar mana shu shamcha ham yashilda ochiladigan bo'lsa, biz tepaga сделка ochamiz. Davay, ketdi.
Demak, xo'sh, tepaga ochamizmi? Davay boshqa paraga o'taylik. Men faqat bu strategiyani bitta parada ishlashi uchun deb masalan kommentariyada yozishlari mumkin-da, shuning uchun davay boshqasini ham sinab ko'ramiz. $100 qo'yamiz va qaraylik, ikkita ketma-ket qizil va biza pastga ochamiz. Yaxshi, plus. Demak, plusda, to'g'ri. Davay. Endi bu safar yaxshi sell bitim ochishga yaxshi imkon. Agar hozir shunisi ham qizilda tugasa, umuman olganda bosib borish kerak. Ketdi pastga. Yaxshi bolalar, zo'r. Strategiya ishlayapti, zo'r. Sizlar ham hoziroq bu narsani o'rganishni boshlashinglar kerak, chunki normalniy soha topish imkoniyati. $500 dan ziyod pul ishlab qo'ydik menimcha. Xo'p. Bolalar, agar sizlar ham o'rganmoqchi bo'lsanglar, profil shapkasida Telegram kanalim bor. Tak, istoriya ham vaqtcha zo'r, yashilchalar hammasi zo'r. O'sha Telegram kanaliga o'tsanglar, adminga yozsanglar, u sizlarga hamma darsliklarni tekinga tashlab beradi. To registratsiyadan boshlab, depozitdan boshlab, strategiyalarni boshlab, eng oxirgi zonasi pul chiqarib olishgacha hamma narsani sizlarga o'rgatib, kuzatib boradi. Hammaga rahmat bolalar, charchamanglar.